İsming nima edi? Davron. Davron. Endi o'zing o'g'il bolasan. Bo'lar ish bo'ldi. Eshitdim, sen ham oilangdan ajrashib ketibsan. Qizimning hayoti ham bo'lmaydi endi. Endi erkak bo'lsang, qizimga uylanasan endi. Erkak bo'lsang, gapingga javob berasan. Besh tasha. Senga ruxsatmi? Aynan. Mirat, Uylanasan dopti. ertaga Shahboz keladi, nima deysan-ki? Bir gap bo'lar. Ketdim, o'tir mashinaga. Rostdan uylanmoqchimisan? Yigit aytadi ham, qaytadi ham. Emaschi. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat. Odamlar bilan kelib gaplashib ketganingiz uchun. Men rosa qo'rqib Ishqilib olasiz, aldab ketmaysizmi meni? Bo'ldi, men sizga ishondim. Chunki bilasiz, mahallada yashayman. Har xil gaplar bo'ladi, baribir. Men sizga ishondim, Ishqilib aldanib qolmaymanmi? Aldamaysiz, Sizni yaxshi ko'raman. Xo'p, rahmat. Qayerda xato qildim ekan? O'gay onani qo'lida qolmasin deb boshqa uylanmadim. Onasi, balkim sen bo'lganingda bu ishlar boshimga tushmasmidi. Essiz. Bobojon, sizga nima qildi? Bobo, iltimos meni qo'rqitmang. Iltimos.